Assalomu alaykum barchaga. Bugungi boshlangan hammaga xayrli va barakatli bo'lsin. Bugungi boshlangan mashinamiz afsonaviy Nexia avtomashinasi. Uni polirovka, keramika, kosmetika xizmatiga olib qo'yganmiz. Faralari yo'q, qirilgan joylari yo'q, hamma joyini taxlab chiqqan xudo xohlasa. Boshqacha atmosfera bo'lib chiqadi. Plastmassali joylari hamma narsasi almashadi. Bunaqa kosmetika qilinadigan joylari bor. Joylarni alohida kraska taqlab kiyganmiz, sepib chiqamiz. Bakoylarni, ruchkalarni ham yechib ruchkalarni qora glansli rangga sepib olamiz. Eshik moldinglarni ham qilingan joylarini sepamiz. Kosmetikali joylari. Polirovka qilguncha Alloh beradigan narsalar hammasini yechib olish kerak. Shuni yaxshi chiqadi xudo xohlasa, akkuratni holatga. Mashinamiz 2015-yil holati ideal darajaga turibdi. Ozgina chaqa-chuqalarni stopga olmaganga umumiy holati yomon emas. Bunaqa joylari bor. Uni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishini bitkazib berishga harakat qilamiz. Shularning umumiy ko'rinishi mokras vaziyati. Polirovka qilsa ham boshqacha atmosfera bo'lib chiqadi. Faralarni ham o'zini taxlaymiz. Xudo xohlasa radnoy bo'lsa juda ham akkuratni holatga va zo'r chiqadi. Keyingi videolarni ham qo'yib boramiz xudo xohlasa. Uzoqlashmaydi. Mana Nexia 2 keramikadan chiqdi, hozir olib chiqib oldik. Kecha tugatib ketganini. Fuellari yangi qo'yildi. Umumiy ko'rinishi. Chotki chiqdi. Mana umumiy holatlari. Kosmetika joylari ham qo'ldan kelgancha chiqardik.